Avvalambor o'sha o'zingizni programmalaringizga yordam berishingiz kerak. Masalan, voy bu yomon ekan desa, yo'q, yomon emas. Har xil narsa bor, yomoni ham bor, yaxshisi ham bor. Yomon hamki qo'shtirnoqda. Menga qiziq emasdir, lekin yomon emas. So'zlarni almashtiramiz. Yoki deylik nimadandir qo'rqasiz. O'zingiz bilan ishlaysiz, qo'rqmaysiz. Yoki salom bermasdingiz. Har kuni turganda o'zingizga eslatasiz. Qayergadir kirayotganingizda o'zingizga eslatasiz, salom berib kirishim kerak. Yoki erka, mana juda ko'p bizga erka bolalarni olib kelishadi. Mana shu taktik maqsadlar bilan ko'p ishlash kerak edi deylik. Nimaga qo'yib ishlash kerak? Erka bolada me'yor ko'proq bo'ladi deylik, imkoniyat ko'proq bo'ladi va u har doim ham deylik aniq nimalargadir yo'naltirgan bo'lmaydi. Uni vazifalari kengroq, kamroq bo'ladi, aniq emas bo'ladi. Shuning uchun ko'rdingiz, aniq va ularda aniq aytiladi. Juda zo'r. Kimdir erka bo'lasiz, lekin bu olamda siz ko'pchilikni birisiz. Yoki deylik erka bo'lib manikidir deysiz. Yo'q, maniki emas, bu ko'pchilikniki deyish o'rganiladi, aniq qadamda qo'yiladi. Yoki erka bola deylik, har doim hech kimga qaramay o'ziga qo'ysa, biz unga qarashib boramiz. Voy bolam, men bilan bo'lishmoqchi eding-ya yoki ukalaringga bermoqchi eding-ya. Mana aniq qadam degani shu.